Assalomu alaykum. Yapon tili osonmi, qiyinmi deb oxirgi vaqtlarda ko'p so'rashadi. Mana shu yapon tilini osonligi yoki qiyinligi haqida o'z fikrimni aytib o'tmoqchi edim. Demak, 4 ta sababi bor. Men yapon tilini oson deb o'ylayman. Birinchidan, yapon tili bu o'zbek tili, turk tiliga juda ham yaqin. Grammatik jihatdan o'zimizning tilga juda ham o'xshash. Ot, ega, kesimlarni o'rda. Mana shu tomondan o'rganish oson. Demak, ikkinchidan talaffuz qilish ham o'zbek tilida qanaqa harflarni biz talaffuz qilsak, mana shunaqa harflar bilan bemalol gapirsa bo'ladi. Tilni o'zgartirib zo'r berish kerak emas. Demak, uchinchi sababi, siz ozginagina yapon tilini gapirsangiz, sizga yaponlar juda ham xursand bo'ladi. Ular chet elliklar o'zlarining tilini o'rganganini ko'rsa xursand bo'lib, sizni olqishlaydi. Bu sizga albatta ozgina bilsangiz ham motivatsiya bo'ladi, o'rganishingiz oson bo'ladi. To'rtinchi sabab, agar siz yapon tilini bilsangiz, sizga yaxshi darajaga bilsangiz, masalan N2 deydi, biznes levelda bilsangiz, sizda yaxshigina ishlash imkoniyati paydo bo'ladi. Yaponiyada ishlash imkoniyati paydo bo'ladi, O'zbekistonda boshqa bir tillarni, Yevropa tillari, ingliz tilini biznes levelda bilganda ham unga qo'shimcha ravishda ko'nikmalar talab qilinadi. Yapon tilida unaqa emas. Yapon tilida faqatgina til o'zi bilan sizni yaxshi ishlarga olishlari mumkin. Demak, 4 ta sabab. Yapon tili albatta o'rganishga oson, qiziqadiganlar albatta o'rganib ko'ringlar. Rahmat.